Ko'plar o'ylashadi, что mani lavimda gel bor deb. Yo'q, mani lavimda gel yo'q. Prosta men to'g'ri bo'yash texnikasini bilaman. Bugun sizlar bilan o'shani bo'lishmoqchiman. Bizga oddiy qalam bilan mana shunaqa blesk kerak bo'ladi. Oddiy qalam hammaning uyida topilsa kerak. Men bu bleskni Uzum marketdan olaman. Artikulni kommentariyada yozib qoldiraman. Hosiliga qanaqa to'g'ri bo'yashni o'rgataman. Menda 27 raqamli kontur. Shuni hozir chetiga chizib olamiz. Mana chetiga konturni chizib oldik. Menda mana shu brenddan blesk. Buni ochib olamiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi, lavimga hozir gel qo'yganda effektni berdi. Bu yopish qolmas, hidi juda ham zo'r. Mana shu brenddan skrinshot qilib olinglar. Buni artikulni kommentariyada qoldiraman. Bemalol Uzum marketdan har xil rangini, har xil hidlisini topsanglar bo'ladi.